Farzandim yeydi, semirmaydi, bo'yi ham o'smaydi deydigan ota-onalar bu video aynan sizlar uchun. Videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali bo'ladi. O'zi bolani o'sish va rivojlanishi bu ikki xil narsa. O'sish deganda ovqatlandi, yedi, bo'yi o'sdi, semirdi. Rivojlanish bu atrofda qanaqa fikr bildiryapti, qanaqa gapiryapti, qanaqa o'ylayapti. Bu narsalar rivojlanishga kiradi. Bu narsani aniq ikkita yo'nalishga ajratib olib o'rganish kerak bo'ladi. Bu narsada aniq ajratib olishimiz kerak. Ba'zi ota-onalar aytadi, farzandim rosa ko'p yeydi, lekin ves olmaydi. Bir xil aytadi, farzandim kam harakat yeydi, lekin yaxshi semiryapti deydi. Bu narsada nima yeyapti degan savol bo'ladi. Ota-onaga nima yeyapti o'zi farzandingiz tez semirib ketayotgan bo'lsa desangiz, kam harakat, sport bilan shug'ullanmaydi, faqat shirinlik, ya'ni uglevod. Uglevod bilamizki, organizmni tez energiyaga to'ldiradi va tez semirtirib yuboradi. Bu narsa zarar. Kerakli narsani yemagandan keyin quruq semirganning o'zi bu organizmga faqat ziyoniga ishlaydi. Semirish deganda, organizm oziqlanish deganda kerakli bo'lgan kunlik va ratsionda kerak bo'lgan hamma vitamin va mineral moddalarni o'zlashtirish kerak. Yeb shunchaki semirishi bu hech kimga kerak emas. Yesin, vitaminlarni olsin, semirsin, shunga nisbatan rivojlanib, o'sishi, aqliy faoliyati ham, jismoniy faoliyati ham yaxshilansin. Hamma e'tiborni shu narsaga qaratish kerak. Shirinlik kamroq berish kerak, chunki shirinlik bolani ishtahasini bo'g'ib qo'yadi. Ishtahasi bo'g'ilgan bola yemaydi, qayta shirinlik yeydi, kam harakat bo'lgandan keyin semirib ketishni boshlaydi, ya'ni ortiqcha vazn. Normada bola ma'lum bitta tempda sekinlik bilan o'sib rivojlanib borishi kerak. Masalan, hayotining birinchi yilligida, ya'ni 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 25 santimetrgacha o'sishi mumkin. Bu normal holat. 1 yoshdan keyin yiliga 4 yoki 7 santimetrda o'ssa, bu ham normal. Sekin o'syapti degani emas, sekinlik bilan yoshiga mos ravishda ham kilogramm oladi kerakli vesini, ham bo'yi ham o'sib boradi. Ko'p ota-onalar farzandini o'sha oziqlantirish vaqtida noto'g'ri qilishadi, ya'ni aldamchi oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni pechenyelar, har xil shirinlik mahsulotlari, magazinlardagi marmelad, kireshki, chips kabi narsalarni beradida, bog'chadan, maktabdan kelishda olib berib, qornini to'yg'izib qo'yadi, bola uyga kelib ovqat yemaydi, keyin ves tashlash boshlanadi. Yoki bo'lmasa, bu kimyoviy narsalarni yegandan keyin immunitet pasayishi, tishlardagi muammolar, umumiy immunitet zaiflashgandan keyin mahalliy immunitetga yuklama ko'p kerak bo'ladi, yoki bo'lmasa gilja muammolari bezovta qiladi. Bu narsada eng muhim bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, bolalarga oqsil ko'proq berishimiz kerak. Oqsil nimada ko'p bo'ladi? Oqsil go'shtda, tuxumda, sut mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Chunki oqsil, ya'ni protein hujayralarni shakllanishida, ya'ni qurilishida eng muhim fundament bo'lib xizmat qiladi. Agar organizmda oqsil yetishmasa, organizmdagi bor energiya hayot uchun zarur bo'lgan resurslarga ketadi-da, o'sish va rivojlanishga yetishmovchilik, defitsit bo'lib, vazn yoki bo'y o'sishdan orqada qoladi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlantirish o'sish va rivojlanishning kaliti hisoblanadi. Ota-onalarga yana bir muhim maslahat, bundan tashqari bola yedi, ichda yaxshi yeyishi mumkin, lekin u yegan mahsulotlar so'rilmasligi mumkin. Bu degani ichak bilan oshqozon ichak traktida muammolar bo'lishi mumkin. Agar muammo bo'lsa, 1000 yesa ham bolani yeganlari organizmga so'rilmaydi, ves, bo'y o'sishi ortda qolishi mumkin. Shuning uchun bolalardagi vitamin yetishmovchiliklarini to'ldirish kerak, chunki ma'lum bir vitaminlar yetishmasa, ichaklardan so'rilish yomonlashadi. Yoki vitamin bergan taqdiringizda uni noto'g'ri vaqtlarda beradigan bo'lsangiz, masalan, oddiy misol, D vitamini yog'da eruvchi vitamin. Uni yog'li ovqatlar bilan yesa so'rilishi yana ham yaxshi bo'ladi. Misol uchun, xuddi shu kabi A, D, E, K vitaminlar bular yog'da eruvchi vitaminlar. Yog'li mahsulotlar bilan zo'r so'riladi. Bo'lishi mumkin temir preparatlari. Temir preparatlarini C vitamini bilan birga qabul qilsa, so'rilishini tezlashtiradi. Masalan, qon ko'paytiradigan dorilarni limon soki yoki apelsinli sharbatlar bilan yoki C vitaminli kapsulalar bilan ichsa, so'rilishini yaxshilaydi. Xuddi shu kabi vitamin beryapsizmi, ya'ni defitsit bormi, nima bilan, qanday sharoitda, qanaqa muhitda yaxshi so'riladi. Shu narsalarni ham hisobga olish kerak. Shunda vitamin berganlaringiz hammasi so'riladi. Ichgan preparatlari havoga emas, organizmga foyda qiladi. Muhim bir masala, bolalardagi bo'y o'sish masalasi. Ko'pchilik ota-onasi bo'yi past bo'lsa, bolasinikiga ham past bo'ladi, genetika deyiladi. Bu har doim bunaqa narsa emas. Men o'zim amaliyotda ko'p ko'raman. Ota-onasi o'rta bo'yli, bolasi yaxshi yeydi, ichadi, vitaminlarga boy ovqatlar bilan oziqlangan, bo'yi esa baland. Bu genetika degani emas har doim. Aksincha, ota-onasi baland bo'yli,
lekin bola har doim o'sha ximikatlar bilan, chips yo boshqa yengil ovqatlar bilan kun kechiradi, shu narsaga o'rganib qolgan, bo'y, vazn olishlari past, lekin ota-ona baland. Bu ham xuddi yuqorida aytgan teskarisi bo'lyapti. Bu genga bog'liq emas har doim. Bu narsalarda bilib olishimiz kerak, nima muhim ahamiyatga ega. Eng muhim ahamiyatlardan biri bu uyqu. Uyqu bolada normada bo'lmasa, gormonlar bilan bog'liq o'zgarishlar bo'ladi. Gormon o'zgarsa, bolada o'sish bilan bog'liq bo'lgan gormonlarni disbalansiyasi bo'ladi, ya'ni ular yo orqada qolib kamayib ketadi yoki ko'payib ketadi. Shu kabi vaziyatlar bilan bolani o'sishida bir necha muammolar paydo bo'ladi. Bola maksimum 10 gacha уже uxlab bo'lishi kerak. Uxlaganda gormonlarni sekinlik bilan uyqu vaqtida balansirovkasi, ya'ni bir tekisda paydo bo'lib, rivojlanib, uni o'sish va rivojlanishiga ta'siri boshlanadi. U paytda bola uxlamasa nima bo'ladi? Kerakli vitaminlar yoki bo'lmasa mana kerakli gormonlar deylik, kerakli gormonlar vaqtida ishlab chiqarilmadi. U gormon ishlab chiqarilmadan undan keyingisiga, chunki har bir gormon har bir soat bilan ishlaydi. Misol uchun, melatonin gormon 10 da ishlab chiqarilishi kerak bo'lsa, bu o'zini vazifasini 10 da ishlab chiqarilmasa, keyingisini surib yuboradi. Keyingisi misol 3 ta desak, uniki bitta-bitta surilib ketdi. Bu degani hamma gormonlarda bitta bo'y o'sish emas, hamma gormonlarda buzilish yuzaga keladi. Bo'y o'sishi ham shuni hisobiga sekin-sekin ortda qolishi mumkin tengdoshlariga nisbatan. Yana bir muhim masala, bo'y o'sishida vitamin, ya'ni D bilan kalsiy vitaminlari eng muhim. Chunki tayanch harakatlanish sistemasini eng ko'p ozuqa bilan ta'minlovchi bu D vitamini, ya'ni kalsiylar ikkalasi boshqaradi. Ya'ni suyak sistemasini ovqati desak ham bo'ladi. Suyak, mushaklar yaxshi ovqatlanmasa, ularning o'sishi kamayadi. Bu degani oddiy odam bo'lsak, yaxshi yesak o'samiz, mushaklar ham xuddi shunday yaxshi vitamin bilan ta'minlanib tursa, ular o'sadi. Ya'ni mushakning massasi ham o'sadi, bo'yi ham o'sishi bo'ladi. Shuning uchun mana zalga chiqadigan odamlarda qo'shimcha protein, ya'ni oqsil moddalar yeydi. Protein yegandan keyin mushak massasi ko'payadi, suyak o'sishi, baquvvatligi yaxshilanadi. Shuning uchun tashqi tomondan ko'rsangiz, figuralari ham, bilaklari ham hammasi baquvvat bo'ladi, o'sishi yaxshi rivojlanadi. Bolalarda ham xuddi shunday. D bilan kalsiy vitamini yetishmasa yoki bo'lmasa oqsil modda yetishmasa, ularda ham bo'y o'sishi, mushaklarni noziklashib ketish holatlari yuzaga keladi. Bular vaqtida yetarli darajada yeyilsa, bola baquvvat, o'suvchan va tetik bo'ladi har doim. Uyquchan, holsiz, asabiy bunaqa holatlarni bolaga begona bo'ladi agar hamma vitaminlar joy-joyida yetarli bo'lsa. Xulosa qilib aytganda, bolalardagi o'sish va rivojlanishda oqsil va vitaminlarning o'rni katta. Aytib o'tganimizdek, kalsiy, vitamin D3, K2, magniy va probiotiklar hammasi kerak. Chunki hammasi bir-birining o'rnini to'ldiradi. Misol uchun, D3 kalsiyni yaxshi o'zlashishiga sabab bo'lsa, K2 kalsiyni va vitaminlarni to'g'ri suyaklarga yo'naltirib beradi. Magniy ularni barqaror o'sishini rivojlantiradi. Shuning uchun suyak va osteokompleksli vitaminlarni farzandinglarga olib beringlar. Faqat vrach nazorati ostida ularni hammasi o'sish va rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa, o'zim berib turing. Mana shu Vitavey kompleksini farzandimga ham berganman. O'sish va rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi. Chunki hozirgi aytib o'tganimni hammasi shunda bor. Birorta ortiqcha keraksiz zararli narsa yo'q. K2 deysizmi, D3, kalsiy, magniy, probiotik hammasi bor. Ya'ni Vitaveyning ichida aynan osteokompleksi bor. Uni olib farzandingizga bersangiz, hozirgi sanab o'tgan hamma vitamin tarkibida mavjud. O'sish va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, men aytdi deysiz. Farzandingizning sog'ligi uchun kerak bo'ladigan barcha foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun Vitaveyni YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying.